Assalomu alaykum, hurmatli bozor obzor YouTube a'zolarimiz. Sizlarga Andijon birinchi qo'l mebelchi ustakamiz yoniga kelganmiz. Pirogoshkalarni sizlarga xudo hozir bir chekkadan obzorini qilishni boshladik do'stlar. Xo'p, xudo hozir bu pirogoshkalarimiz optim birinchi qo'l joyiga kelganmiz. Bunimiz razmeri keladigan bo'lsa 1 metr, balandligi 2 metr, shu turishi 1 million so'm bo'ladi do'stlar. Bunisi esa 1,5 metrga 2 metr, orqalari esa farchi tayinli, davutchilar esa yopadigan yaxshisidan. Qo'lni chekalari plasmassa knopka, ust boshlari esa ko'proq sig'oladigandan, oshxonalar o'zi yopadigandan bo'ladi. Xudo xolasa videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'rib tursanglar, videoda esa o'zim olaman, oxirigacha tushuntirib beramiz do'stlar. Xo'p, do'stlar qaranglar, bu ishimizni razmeriga kelsak, bunaqasiga buri 60 sm, balandligi esa 2 metr. Ibrohim aka, bunisini necha pul qilib beramiz? Bunimizni 1 million 700 ming to'laymiz. Bunisini esa 1 million 700 ming so'm. Begiga esa o'tirib, ust boshlaringizni kiyib chiqib ketsangiz, tagiga esa patinkalaringizni terib, ust tepalarigacha ust boshlar ilib qo'ya oladigan sharoitlari ham bor do'stlar. Davutchilari ham hamma yo'g'i yaxshisidan qilib beraman deyapti. Xudo xolasa yana kelishtirib, arzonroq qilib beraman deyapti. Xudo xolasa shoshilmay tursanglar, assortiment sizlar istaganda qadam ko'p, sizlar o'ylagandan ham xudo xolasa assortimentlari ko'p. Xohlagan rangingizda, xohlagan dizaynlaringizda ham bor do'stlar. Ibrohim aka, bunisini razmeri nechi? 1,5 metrga 2 metr bo'yi. Aha. Bunisini bu miyahkiligi, orqalari esa material Moshi, Chester, bellar esa vishilkalar ham noodatiy, ichalari ham esa 2 qanot kengidan bo'ladi. Bu bellari esa suvenir bunnellaringizga ham qo'ysangiz bo'laveradi. Eshik tagiga kelishga xudo xolasa bomba bo'ladi. Bunisi narxini necha pulga 1 berasiz? million 800 ming so'm. Bunisi esa 1 million 800 ming so'm. Bu esa Hatex skromniyroq bozor ekan. Bunimizni 1 million 600 ming so'mga qilib beraman. Bunisini 1 million 600 ming so'm. Xudo xolasa yana bozor obzordan oldim deydigan bo'lsa, yana kelishtiradigan joylarini qilib, yana arzonroq qilib beradi. Aka, bu kichikroqimiz-chi? Buni razmeri nechi? Buni 2 metr rasmi. Buni narxini 1 million 200 ming so'm qilib beraman. Bu 1 million 200 ming so'm. Xo'p, bunisi-chi akajonim? Bunisini 1,5 million so'm qilib beramiz. Buni 30. Buni 30. O, qarang do'stlar, arzon, buni 30. Balandligi esa 2 metr. Mana bu boshqacha pasonichi aynaklari to'g'ri gulli chiroyli ekan. 1 million 700 ming so'm do'stlar. Qarang, arzon, optim, xudo xolasa birinchi qo'l joyidan. Bunisi ham bor ekan. Bunisini necha pulga berasiz, Ibrohim aka? 1 million 700 qilib beramiz yangilik. Bunisi ham yangilik 1 million 700 ming so'm do'stlar. E'tibor berasizlar. 1 million 700. Uzunasi 1.60 mi bunisi? 1,5 metr, 1,5 metr. Bunisi 1.60. Bu mokriydi, bu maloshin rangi ekan. Ranglarini xudo xolasa pasti nomerlab qoladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Yozsanglar, katalog tashab, xudo xolasa qanaqasidan yoqdi desangiz, yoqqanini xudo xolasa olib borib beradi. Undan tashqari joyiga o'lchab, joyi katta, kichik, baland past bo'ladigan bo'lsa, razmerga o'lchab yasab ham bera olasizlarmi? Bo'ldi, xudo xolasa do'stlar, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Joylarda katta, kichiklari bo'lsa, yasab, olib borib, o'rnatib bera olamiz deyapti do'stlar. Aytilayotgan darslar ichida Andijon viloyati bo'ylab dastlabki ustunovkalar besplatniy, boshqa viloyatlarga esa arzonroq shopir gaplashib beramiz yoki kelishilgan holda qilib beraman deyapti do'stlar. Bu karishningizni necha pul beramiz, Ibrohim aka? 1 million 200 ming, buni 30 razmer. 1.30, 1 million 200 ming so'm. Unisi-chi? Bu 1 million 700 ming so'm. Bunisi ham 1 million 700 ming so'm do'stlar. Men aynaga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Farsetli, boshqacha xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi narsalar ishlatilgan. Bunisi 1 million 100 ming so'm do'stlar. Soddagina hamma yo'g'i ishini ham baquvvat qilib ishlatilgan. Hamma yo'g'i rezinka stanoy apparatda bo'ladi uka. Dazmol ishlatmayman. Xudo xolasa ertaga ko'chib ketdi, shilinib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Sizni ham, o'zimni ham hijolatga qo'ymayman uka. Sarapini esa hamma yo'g'ini uka qo'rqmasdan sarflab qo'yganman uka. Ertaga nimaga tijorat bo'lib klient oldida tilim qisilishini xohlamayman deyapti do'stlar. Xudo xolasa behijolat Andijon birinchi qo'l mebel markazidan bo'lyapti do'stlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bitta-bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Xudo xolasa ranglarini, xudo xolasa umuman rangini farqi yo'q. Rangi esa o'zgaradigan bo'lsa, puliga ta'sir qilmaydi deyapti do'stlar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar.